Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib borgan do'stlarimiz. Bugun biz sizlarga xudo xolasa Global Mind a'zolari har doim borini aytib, ideal bo'lsa ideal, birorta kursda nuqtasi bo'lsa nuqtasi borini aytibda video qilamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar ham bo'lsa pastdagi nomerlarimizga murojaat qilinglar. Har bitta zakaz bergan smartfonlar ham O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul, tezkor bitta pochta orqali yetkazib beramiz. Xudo xolasa to'lovlar oldindan 200 ming, qolgani qo'llaringga borgandan keyin inshaalloh bemalol narsani ko'rib zakaz bergan smartfonlaringiz kartamizga tushiraverasizlar. Xo'p, qo'limda iPhone 11 noodatiy, anchadan buyon bunaqangi ideal holatdagilar kelmayapti hurmatli obunachilar. Qaranglar, bitta nuqtasi yo'q. Telefon chiqqaniga 6-7 yil o'tishiga qaramay, lekin ideal sostoyaniyada turibdi. Plus yesimlargacha o'tgan, Koreyadan kelgan, O'zbekistonda hali hech kim ishlatmagan 6492 grey ranglisi $270 ga. Gold hamda green ranglilari 90 hamda 93 yo'nkiz. Aytganimdek plus yesimlargacha o'tgan holati a'lo darajada xudo xolasa smartfonni birorta nuqta shilingan, kaltaygan joylari yo'q. $270 dan plus yesimlargacha o'tgan afsonali iPhone 11 Pro smartfonlarini taklif qilaman. Ketidan men sizlarga o'zini obro'sini, o'zini avtoritetini tushirmagan iPhone 12 Pro smartfonlar hurmatli obunachilar 128 plus yesimlargacha o'tgan ideal sostoyaniyada xudo xolasa smartfonlar hammasi. Xo'p, 89 128 talik $345 ga. 90 hamda 91 yo'nkilarni ham $345 dan grey rangllarni taklif qilamiz. Hamda faqat 12 Pro da o'ziga xos bo'lgan blue rangdagi 90 hamda 92 yo'nkilarni ham ideal sostoyaniyalari bizda 5 dona mavjud 12 Pro'lardan qaranglar. Har bittasini erinmay qirvoqlarigacha ko'rsataveramiz. Smartfon o'ta ham a'lo darajada. Narxini aytganman, $145 dan plus yesimlargacha o'tgan ideal sostoyaniyadagi iPhone 12 Pro smartfonlarni bizdan xarid qilishingiz mumkin. O'zi kontaktniga qaramay, lekin prosessorlar nihoyatda kuchli. Snapdragon 8 Gen 1 prosessordan jihozlangan, zo'r holatda, nuqtalari yo'q xudo xolasa. Uning ustiga O'zbekistonda hali hech kim ishlatmagan, o'zimga eng yoqqan oq ranglisi, oq doim shunaqangi yaltirab turadi. Xo'p, smartfonlarimiz 8256, akkumulyatorlari 3700 mAh akkumulyator, A- hamda B+ kategoriyada bizda mavjud. Tanlov zangda, tanlovlarga qarab zakaz beringlar. Eng tiniq birorta nuqtasini yo'g'ini $269 dan, agar ko'rsatda shilingan joyi yo'q, g'ilofda izi chiqib qolgan bo'lsa $259 dan qilib beramiz. Lekin ekranlarda A- ham B+ ham hech qanaqangi petnosi uringan joylari bo'lmaydi. Videoda yozsalaring, holatlarni sizlarga video qilib tashlab beramiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz iPhone 13 Pro smartfoni, grey rangda. Ideal sostoyaniyada plus yesimlargacha o'tgan, regionlari Amerika hamda Koreya regionida, O'zbekistonda hali hech kim ishlatmagan smartfonlarning holati o'ta ham a'lo darajada. 92 128 xotirali $450 dan hurmatli obunachilar, 92 256 ikkalasi ham ideal sostoyaniyada $475 dan. Tanlovlarga qarab zakaz berasizlar. Xohlovchilar uchun 128, xohlaganlar uchun 256 taliklarni biz sizlarga taqdim qilamiz. Ketidan faqat iPhone 13 Pro hamda 13 Pro Max chiqqan shunaqangi seriya blue rangi. Matematiklar smartfon o'ta ham a'lo darajada 128. Qarang, bitta qirilgan nuqtasi yo'q xudo xolasa. 92 batareyali $450 dan hamda ichida 256 taligi. Bitta 93 128, bitta 91 256 yo'nkisli xotiraligi bor ekan. Narxi $450 hamda $475 ni tashkil qiladi. Xudo xolasa tanlovlarga qarab bemalol zakaz berasizlar. iPhone 14 Pro super arzon narxda 75 batareyga 128 hech qat almashmagan. Holati zo'r holatda turibdi. Telegramdan yozinglar, video qilib tashlaymiz. Super arzon narxda men sizlarga hozirgi kunda $570-580 sotilayotgan iPhone 14 Pro da $485 ga taklif qilamiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz iPhone 15 Pro 128 86 Blue ideal sostoyaniyada $565 ga. Oq ranglisi 88 128 ideal sostoyaniyada $575 ga. Xudo xolasa super arzon narxlarda. Hamda natural rangda 128 87 Koreyani o'zida stiklos almashgan, O'zbekistonda hali ishlamagan, plus yesimlargacha o'tgan. Telegramdan yozsalaring, video qilib tashlaymiz. Birorta nuqtasi yo'q, super arzon narxda $585 ga 14 Pro da narxida olishlaring mumkin. iPhone 14 Plus 93 128 ideal sostoyaniyada
katta smartfonlar xohlaganlar uchun iPhone 14 Pro Max 14 Plus taklif qilamiz, lekin batareykasi nihoyatda kuchli bu smartfonni. Narxi $495. Xo'p, Koreyadan kelgan, operatikasi 12, xotiralari 256 talik, plus esimlargacha o'tgan Samsung S25 bejli smartfoni $615 ideal holatda, xudo xolasa. iPhone 13 Pro 256 super chegirmada, hurmatli onalar, 97 batareykali $455. Xo'p, ketidan men sizlarga 256 talik 15 Pro smartfonni super arzon narxlarda 84 batareykali ideal sostoyaniyada $575 taklif qilaman. Ketidan 128 89 yomkasi iPhone 15 Pro $580. Qaranglar, smartfonlar o'ta ham a'lo darajada, xudo xolasa. Qirilgan, kaltagan joylari bo'lsa, biz sizlarga har doim borini aytib video qilamiz. Tanlovlarga qarab zakaz berasizlar. iPhone 16 128 92 $800 $795 qilib beramiz. Xo'p, iPhone 14 256 80 batareykali plus 7 gacha o'tgan, hali O'zbekistonda hech kim ishlatmagan bu smartfonimiz $425. Ketidan 128 83 batareykali $395 super arzon narxlarda iPhone 14 13 narxida, xudo xolasa. Foydalanib qo'yinglar. Xo'p, Amerikadagi faqat eSIM o'qiydi, sim karta tushmaydi. iPhone 14 Pro 256 98 batareykali $545. 256 seriozning qora ranglisi 99 yomkasi, hatto simlari ishlamagan $585. Ideal sostoyaniyada xohlaganlar uchun seriozning qora ranglisi. iPhone 16 Plus atiga 68 marta zaryadlangan. Plus esimlargacha o'tgan, simlari ham bor. Holatini qaranglar. Yangisi hozir bu smartfonda $1049 o'zi oftomda narxida $1070-$1080 sotilyapti. Mana sizlarga super arzon narxda atiga 68 marta zaryad bo'lgan iPhone 16 Plus smartfonni, hurmatli onachilar, $755 taklif qilaman. iPhone 17 Pro 155 marta zaryad bo'lgan, simlari bor, plus simlargacha o'tgan imekasi, holati juda ham zo'r holatda. Shu kamera shishalarining oldida ozgina shilingan joy bor, $1250. Hozirgi kunda 17 Pro da Blue'si 1470. $220 arzon narxga. Simi hali ishlamagan, atiga 28 marta zaryad bo'lgan iPhone 17 Pro da silver ranglisi yangidek holatda, xudo xolasa, $1350 qilib beramiz. Xo'p, ketidan men sizlarga hozir trading asosida olib qolganmiz iPhone 15 Pro Max smartfonimizni dual sim kartali 256 85 natural. Bitta aybi shu stiklosida ozgina shilingan joyi bor. Uni Telegramdan yozsalaring, batafsil hamma joyini sizlarga tashlab beramiz, lekin kurslarda hech qanaqangi kaltagan, qirilgan joylari yo'q. Super arzon narxlarda $735 ga iPhone 15 Pro Max. B+ holatdagi O'zbekistonda ishlamagan Note 20 bejli smartfonlarimiz super arzon narxda $187 ga 8256 4300 ampere bilan jihozlangan Note versiyoni oxirgi avlodi hisoblangan Note 20 bejli smartfonlarimiz. 200 megapiksel kamera, Snapdragon 8 Gen 3 prosessor, eng kuchli prosessorlarni jihozlangan S24 Ultra smartfonlar natural hamda grey ranglilari plus esimlargacha o'tgan, narxi esa $650 ni tashkil qiladi. 108 megapiksel kamera, Snapdragon 8 Gen 1 prosessorni jihozlangan S22 Ultra smartfonlar sizlarga muntazir, hurmatli onachilar. Narxlari esa A- birorta nuqtasi yo'q. Ideal sostoyaniyada xudo xolasa smartfonlar $405 dan taklif qilamiz. Tanlovlarga qarab zakaz berasizlar. Oq hamda grey ranglisi bizda mavjud. Videoda oxirida men sizlarga juda ham yupqa ixcham bo'lgan S25 Edge 3900 mAh 12256 yangi smartfonni korobkadan qana olsalar xuddi shunaqangi turibdi, ideal holatda. Narxi esa chegirma qilgan holatda $605 ga. Buni yangisi hozir $900-950 turadi sotuvda. Foydalanib qo'yinglar, bular hammasi sizlar uchun. 5-10 minut ketgan vaqtlaringizni archimaysan degan umidamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga bemalol murojaat qilasizlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.